Assalomu alaykum. Bugungi videoni Kanadadagi mal bahasi qiziqayotgan qarindoshlar uchun to'g'ri savol so'rag'anlar ekandik. Bir qatimliq o'zimningki sayklikda dag'il chiqqanni video qilib sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Dükkala qanaq deysənglər, onda quşaq düşək kiçik dükkanlarni asasən uchratqilib olmaydı. Yo'q. Cho'ng talla bozori, masalan, shu Loblaws deymiz, Walmart, Costco, Freshco degandek. Sayklikda dag'il bo'lganda asosan shunday cho'ng tipdagi talla bozori odatda shu haftada bir qatim chiqsam, biroq ba'zida shunday chiq bir narsani elib oladigan gap. Kichik do'konlarni asosan uchratqilib olmaydi. Babosmu masalan boshqa davlatlarning ayrimligi kichik ba'zi go'sht do'konlari bor, halol go'sht do'konlari, masalan ironliklarningki, afg'onlarningki ochgan halol go'sht do'konlari bor. Shunday kichik do'konlar intayin osonda. Ashuna qilib sayklikda tilishim oxirlashdi.